Manga o'xshash bovun-biylarni mayli bolalarning bo'lsin yoki cho'nglarning bo'lsin qanday tanlaymiz, qaysi uchurlarga diqqat qilamiz. Bir qancha uchurlar bor shuni deb o'tib ketay, foydalanib qolinglar. Chunki endi bolalar bir layoqatsiz bo'lgan materiallar ishlangan mushtaq stakanlarda izchil choy ichgan vaqtda balkim salomatligiga bir ta'sirlar bo'lishi mumkin. Bundan nurg'un diqqat qilgan uchurlar bor, foydalanib qolinglar. Hozir men yaqinda to'rlarning foydasi bilan to'rdashlarni bildinglar, shunga o'xshash datlashmas po'lat yasalgan ichki stakanlarning eng tuvan bo'lgani 304 ketish kerak, ya'ni yemaklik o'lchamiga. Hamda yaxshiroq bo'lsa 316 ta hamda yaxshiroq o'zinglarning iqtisodiga qarab tanlab setib olsanglar bo'ldi. Lekin endi bahasi qimmatroq. Hamda nurg'un zavodlar ishlar ostiga yozib qo'ydi. Undan boshqa buni qarmaymiz do'stlar, ostiga yozib qo'yganlar. Undan boshqa to'rlardimi har xil temitadigan suyuqlar orqali o'lchab berayotgan ishlar bir shunlarni ko'rdinglar. Buni 100% bunga ishonib ketsak bo'lmaydi. Balki diqqat qilgan mana bir nuqtalar bor. Birinchisi bo'lsa, ikkilisi o'xshashlar 304 o'lchamga yetgan holatdagi istikan bo'lsa, buningda birisi ichidagi bu datlashmas po'latniki mo'sa, ya'ni qulonlar urilgan paqroq emas holatdagi. Yana birisi bo'lsa intayin siliq, paqroq, mo'sa emas. Başta ikkisi dal oldinga uchirgan vaqtda oldin tanlash qilganini dal o'sha siliq bo'lgan, laqab mo'sa holatdagi bo'lmagan holatdagisini oldin tanlash qilsanglar bo'ldi. Lekin ham ikkilisi 304 ketadi. Bundan boshqa ma'non qaraydigan bo'lsak, oldinlar uchraydi men film ko'rgandek. Ma'non ichida bir funksiya bor, ya'ni uloq bir yer bor. Ulangan yeri. Ma'non qaraydigan bo'lsak, unda ulangan yeri yo'q. Amaliyotda ikkilisi 304. Lekin mushtag'i oldinlar uchirgan vaqtda uloq yo'q holatdagini oldin tanlash qilsanglar bo'ldi. Undan boshqa hammasiniki mana ig'izi sulyav holati bo'ldi bunda ichki. Mifon tushunasiz ba? Mushu sulyav yeri cho'qim yemak o'lchamiga yetarlidigan pipi sayjir bo'lishi kerak. Bo'lmasa do'stlar, nurg'un işte sulyavlarniki zingsuji, ya'ni lingbarjasi ardingji deymiz, lingbarjasi arshinji deymiz. Mushu narsa, undan boshqa shongfen, ya'ni mushu qiziq temperaturada mushu yemak o'lchamiga layoqdagi yetmagan holatdagi sulyav bo'lib qolsa, shu shongfen degan narsa ajratib chiqarib, mushu suvning tarkibiga o'tib, bolalar ichgandan keyin ayollik hormoni ko'paytiradigan ahvollar bo'lishi mumkin. Shu zingsujilar bilan mushu shongfen. Shunga mushu ichigimi diqqat qilinglar. Yizig'liq mana pipida sayjisi. Endi eng oxirida mushu o'xshash masalan yizib qo'yib ba'zi bir saqlash so'rganlar. Lekin salingsi emas yoki sayyorlik emas holatdagi bulab qilish ehtimolligim bor. Chunki hamda har xil odamlar, har xil so'rganlar bo'lgandan keyin ashta ehtimolligim bo'lishi mumkin. Shunga eng muhim qaraydigan uchurlar bo'lsa, dal mushtamaslatlarniki, mushbavonlarniki, O'ralni qipidagi davlat ijro o'lcham numeri. Ya'ni bunda ikki xil o'lcham numeri tang tushgan bo'lsa, birinchisi GB 480.9bu birisi. Yana birisi bo'lsa GBT 29606-2013 mush ikki o'lcham numeri tang holatda yozilgan bo'lsa, xotirjam holatda setib olsanglar bo'ldi. Albatta, balkim do'stlar so'rashinglar mumkin. Buning sartifikatsiya ishlatilganlar davlat ijro o'lcham numerini ishda sartifikatsiya qilib, qolgancha yozib qo'ymasmi deb. Balkim yozib qo'yish mumkin. Bak az, lekin mushtaq ahvol oldindan uchrab qolgan bo'lsa, xo'sh olsanglar bo'ldi. Chunki mush orqali nurg'unlagan to'lamlarni to'lab talab qilindi zavodlardan. Hamda shu zavodni balkim Xinjiang chandamda qo'yran qilib bo'lishi mumkin. Bu davlat ijro o'lchamiga asosan hozirgi bu chungu zavodlar hargiz chaqchaqlanmaydi. Bakchamsizlar. Shunga mayli shunga o'xshash konstitutsiyalar, mayli yemak ichmak bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, hammasiniki har xil ijro o'lcham nomerlar bo'ldi, darjik algan holatga. Shunday narsadan setilishdan burun to'g'ridan shuning ijro o'lchami qandoq bo'ladi, qandoq layoqat ketgan vaqt qandoq nomer ishlatiladi degandek uchurlarni bir ko'rib yetgandan keyin setib olsanglar, hamda bolalaringlarga oddiy bir usul deb olsanglar, hammasini ijro o'lchami yozishinglarning hojati yo'q. Balki shu qandoq turdagi narsadan setilishdan burun to'g'ridan shuning ijro o'lchami qanday bo'ldi deganni bir izlab yetgandan keyin shuni qarab setib olsanglar bo'ladi do'stlar. Foydalanib qolinglar bu videoni ko'rishing. 记得点赞关注哦。